Shunda o'tkaziladigan amaliyotdan ko'zlangan asosiy maqsad siydik qopini funksiyalarini qayta tiklash bo'ladimi? Siydik qopini emas, siydik yo'lini, prostata bezi siydik yo'lini, siydik qopidan kelayotgan qismni boshlang'ich qismida joylashgan bo'ladi prostata bezi. Siydik yo'li prostata bezini ichidan o'tib keladi. Prostata bezi kattalashgan sari, ya'ni yoshi katta bo'lgan bemorlarimizda, ya'ni yoshi katta erkaklarimizda, ya'ni prostata bezini oladigan bo'lsak, siydik yo'li shuni ichidan o'tadi. Bu prostata bezi kattalashib boradi. Yoshi kattalashgan sari, ya'ni prostata bezi adenomasi deyiladi bu kattalashib borishi. O'z navbatida o'zini ichidan o'tgan siydik yo'lini qisishni boshlaydi. Ya'ni siydik o'tishi uchun bo'lgan yo'l kamayadi, torayadi. Buni hisobiga siydik qovoqda qolib ketish ehtimoligi oshadi. Buni hisobiga qovoqning qisqarish nagruzkasi deyiladi, kuchi oshib boradi. Qisqarishga bo'lgan ehtiyoj oshib boradi. Buni natijasida qovoqning funksiyasi buziladi. Qisqaruvchanlik. Bu operatsiyadan asosiy ko'zlangan maqsad siydik yo'lini o'tkazuvchanligini tiklash. Ya'ni prostata bezi kattalashib siydik yo'lini qisib bordi. O'sha qisib borilgan qismni prostata bezini adenomasi hisobiga ko'proq bo'ladi bu narsa. Olib tashlash bo'ladi. Bundan tashqari siydik yo'lini qisqarishiga, ya'ni torayishiga olib keladigan omillar bir nechta. Bu ko'proq hozirgi to'xtalgan aynan kasalligimiz ko'proq erkaklarda uchraydigan, ya'ni yoshi katta erkaklarda uchraydigan prostata bezi adenomasida haqida edi.